Assalomu alaykum. Eler hafta obunachilar, aziz do'stlarimiz, yaxshimisiz? Qalmanglar. Kunlaringiz hayırlı, bereketli bo'lib o'tayaptimi? Endi kecha qarab videoni qo'yapmiz. Xudo xolasa, sizlar YouTube kanalına bir videolarni qo'yib berajekmiz. Mashinalarning narx-navolari to'g'risida bo'ladi. Xudo xolasa, adresni ham tushuntirib o'taman. Ko'pchilik odam adreslarni so'raydi. Sizlar adres nerede? Adres Xorazmda bo'ladi, Urganchda, Gullan yo'lida bo'ladi. Gullan yo'li. Farqat Bekzod to'yxonada o'tgandan keyin, Sputnikni portini o'tgandan keyin chap tarafda bo'ladi. Gullandan kelaverishingizda o'ng qo'lingizda birinchi salon bo'ladi. Mashinalarni ko'rib tursa, bizda vibur ko'p. Bemalol kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa, bir yandan mashinalarning narx-navosi bilan tanishtirib o'taman. Qaranglar do'stlar, sizlar birinchi ko'rsatgan mashinamiz Nexia 3 bo'ladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Mashin idealniy holatda turibdi. Kelib, ustalarimiz bilan ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Narxini e'tibor beringlar, narxi 100 million so'm bo'ladi. Ustida 1-2 so'm kelishtirib beramiz. Narx, kredit umuman farqi yo'q. Xohlagan turda bo'ladi. Savdo, xohlasangiz nasiya savdo, dogovora, bartera, naqd pula umuman farqi yo'q. Kelishsak hammasini qilaveramiz. Xullas kelam Nexia 3 2019 100 million so'm 18 milyon so'mlar bilan kredit ketishingiz mumkin. Bemalol 5 yilga chiqadi. Mashin idealniy holatda. Keyingi ko'rsatilgan mashinamiz Cobalt bo'ladi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Mashin 8 ming yurib turibdi. Bahasi 165 million so'm. Metan hamma narsasi bor, rasxoti yo'q mashinni. Bemalol olib ketaverasizlar. Ko'rib turganlar uchun Nexia 3'imizdan balollari idealniy holatda. Cobalt'ımız ham idealniy holatda. Bir yerinde bir girdapı yo'q. Keyingi mashinamiz Nexia. Yana xaridorlarimiz ham kelib turibdi. Keyingi mashinamiz Nexia 2 bo'ladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Mashin 100% rodnoy, idealniy holatda. Mashinning durishini, yurishini, motorini, hamma yerini javob. Mashin dum zo'r. Narxini e'tibor beringlar. Narxi 55 million so'm ustida kelishib beramiz. Xohlasangiz 8 million so'mdan ketaverasizlar. Keyingi mashinamiz Nexia 1 bo'ladi. 96-yilda 96 madamini yili 98-yilda ishlab chiqarilgan diskalarni qaranglar. Buni yomon diskalar turibdi. Xullas kelam mashinaning narxi 20 million so'm ustida kelishtirib beramiz. Keyingi mashinamizga keladigan bo'lsak, 22-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Yurgan kilometrlari mashinani 88 mingmi, 86 ming yurib turibdi. Mashin 100% rodnoy, xohlagan ustalarga ko'rsatib qo'yaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 145 million so'm, ustida 1-2 so'm kelishtirib qaytib beramiz. BYD Song Plus nodat turibdi. 23-yilda ishlab chiqarilgan 100% rodnoy, taptoza ercha balollari ham bor mashinada. Elektromobil bo'ladi. Chistin mashinani 100% rodnoy ko'rsatib qo'yaverasizlar. Narxini e'tibor beringlar, narxi 290 million so'm. 180 milyon so'mga kaptıyordu. Ko'rib turganlaringiz uchun Kurgoy tonirovkadan ruxsatlari bor. 1 yili turibdi. 4 bosh baloni, metani, kraskasi 100% rodnoy, 1 gram rasxoti yo'q. Mashinani prosta minasizlar, keyp etib berasizlar. 180 milyon so'm kelishtirib beramiz uni ham. Keyingi mashinamizga keladigan bo'lsak, keyingi mashinamiz Gentra avtomat korobka 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi 142 milyon so'm. Mashinning bosh balollari bor. Mashin 100% rodnoy, hech qanday kraska yo'q mashinada. Ko'rganlaringiz. Avtokredit, naqd pul, barter absolutniy farqi yo'q, beraveramiz. Keyingi mashinamiz Spark. Spark avtomat korobka 2018-yil bo'ladi. Narxini e'tibor beringlar, 82 milyon so'm. Hozirda 8 milyon so'm bilan kreditga ketib berasizlar. Keyingi mashinamizga keladigan bo'lsak, Gentra 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi 142 milyon so'm, yurgan kilometr 18 ming yurgan. Mana ham avtokredit, naqd pul farqi yo'q, beraveramiz. Damas nodat turibdi. 2022-yil 100% rodnoy, 72 milyon so'm. Kreditga 5 milyon so'm bilan hamma xarajatni ichida ketaverasizlar. Keyingi mashinamizga keladigan bo'lsak, Matiz
8-yilda ishlab chiqarilgan. 2008 madi bu Matiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan 28 milyon so'm, 25 milyon so'm bo'lsa beramiz. Qaranglar do'stlar, sizlarga yana bir Cobalt ko'rsataman. Cobalt 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka bo'ladi. Yurgan kilometrlar 62 ming yurt tutdi. Ustonasidan kelib bemalol kraskalarni tekshirib olaverasizlar. Narxına keladigan bo'lsak 140 milyon so'm bo'lsa beramiz. 23-140 milyon so'm bormi? Qaranglar do'stlar, sizlarga yana bir Spark ko'rsataman. Gentra ko'rsataman. Gentra avtomat korobka bo'ladi. Bezlik varianti. 4 tane boş balonları var. Narxına keladigan bo'lsak, narxi 165 milyon so'm, üstünde 1 so'm yarım so'm qaytib beramiz. Zilimiz ham bor. Zilimiz narxına keladigan bo'lsak, telefon etsa pastda nomerlar bo'ladi, narx-navodan ochtirib o'tamiz. Yurtboğalarınız için do'stlar, bizada mashin ko'p. Bemalol kelib, bize bilan savdolaşib, xalasanızdan naq pula, xalasanızdan avtokreditga, xalasanızdan barterga, xalasanızdan nasiya savdoga, dogovora beraveramiz. Sizde xohlagan turda savdo bo'ladi. O'zlaringiz xohlagan banklardan chiqarib olasizlar mashinlarni. Sizlarga qaysidir bankdan chiqarasan deb ustaviga qo'yamiz. Sizlar qaysi bankdan xolasangiz shu bankdan chiqarib beramiz. Bizada sotib olish, sotib berish xizmatlarimiz ham bor. Xolasanizlar mashinlarni sotib yurgan bo'lsangizlar, ikkisingizlar bize bilan birgalikda mashinalaringizni tez va oson, qulay sotasizlar. Bank taraflama satsak ham bankdan 100% kafolat beramiz. Sizlarni dokumentlaringizni ishlab, pullarınızı tushirib berishar. Xolasanizlar naq pul sanab beramiz, mashinalaringizni qolamiz. Pastda nomerlar bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Adres tushuntirib o'tdim. Urganch Gullan yo'lida Sputnikda o'tgandan keyin Farhod Bekzod Ko'na tuman Urganch tuman Voda kanali bor. Voda kanalidan o'tganning chap tarafda birinchi salon bo'ladi. Bu yon tarafingiz Gullandan kelaverishda, Yangi bozor Gullandan kelaverishda o'ng qo'lda birinchi salon bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bir dona like'larni bosib, obuna bo'lib, videolarni tashlab qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga yangiliklar qilib borishda davom etaveramiz. Har xil turdagi mashinalarimiz bor, kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Isfan ham tuzatib beraveramiz yana.